Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kantar mahsulotimizda mana ko'rinishda profillarimiz sotuvda bor. Videomizni o'tkazib yuborishga shoshilmaysizlar. Albatta oxirigacha tomosha qilsangizlar sizlar uchun kerakli, manfaatli ma'lumot berib o'tamiz. Profilimizda qalinligiga ahamiyat qaratasizlar. 2x2 bo'ladi. Orqa listdan tayinlangan. Bo'yi 2.60, 2.30 bo'ladi. Buni bir donasini 48 ming so'm beryapmiz. Buni esa bir donasini 47 ming so'm beryapmiz. Albatta optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'llar qilib beramiz. Bu profilimizda arzon holatdagi bormi degan insonlar uchun sotuvda albatta bor. Bo'yin uzunligi, razmerlari bir xil bo'ladi. Prosta stenasi farq bo'ladi. 1.8 stena. Buni bir donasini 45 ming so'm beryapmiz. Albatta optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'llar qilib beramiz. Bizda mana ko'rinishdagi kapalaklarimiz sotuvda bor. Bu kapalaklarimizni mana ko'rinishda navislar uchun reyka qilib foydalansangiz bemalol bo'laveradi. Bo'yin uzunligi 2.30 bo'ladi. Bu ham stenasi ahamiyat qaratasizlar. Qalin 2.2 bo'ladi. Bir donasini 32 ming so'm beryapmiz. Albatta buni ham optim narxda olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'lda qilamiz. Bu kapalagimiz ham arzon holatdagisi bor. Stenasi 1.8 bo'ladi. Uni 29 ming so'm beryapmiz. Kanalimizdagi barcha turdagi mahsulotlar bizda bor. Kanalimizga yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.